G'ayrat bor ekan obunachilari, mana xudo xolasa 50 ta avashariskamiz yetib keldi mana Xitoydan. Mana sotuvga chiqardik. Qo'shni davlatlarda ham chegaragacha dastavkasi bor. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida hammasi tayyor. Bemalol zakaz qilaveringlar, sotuvda bor narxidan. Assalomu alaykum. G'ayrat baraka kanalining obunachilari va kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana biz efirda. Mana xudo xolasa Xitoy kombi kiyim maydalag'ishlarimiz keldi. Karmareskalar. Mana xudo xolasa zakaz qabul qilyapmiz. Sotuvda chiqdi. Mana xudo xolasa mahsulotlarimiz tayyor. Ko'rasizlar qanday ishlashini, mahsulotlarni maydalaymiz hozir. Sabzavot, meva-cheva hamma yoqda maydalaydi. Xudo xolasa ishlashlarini ko'rasizlar. Mana avtomat polni. Bismillahirrohmanirrohim. Qoling. Qo'lan tozalab turiladi, oldin olib turiladi. Bo'lib qoladi. Mayin qilib beryapti mana. Yo'llar ham yeydi mana. Buni qovurlar ham olishlasa bo'ladi. Ko'kat bilan bog'lab, montlar yo'llar, qovurlar ham ishlab bo'ladi. Karamlar. Ular juda qo'lbob narsa. Ayniqsa mana qariyalarimiz bor, o'tirib olib, pichoqlab maydalab o'tirishardi. Endi mana shu bilan ishlaring tez bitadi mana. Mayin qilib beradi, mayinligi mana. Parrandalaringlar mazza qilib, hayvon, ovlar bezatib qo'y. Uylaringda qo'chog'on qolmaydi endi, qo'shniga berish ham yo'q. Shundan bo'lsa maydalab ovlar yeyishaveradi, mazza qilishsin. Mana qo'shni davlatlardagi ham dastavkalarimiz bor, Tamojnagacha. Tamojnagacha olib beramiz. Yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar, mana zakazlar buyurtmalar qabul qilib olamiz. Pastdagi telefon raqamlariga telefon qilib aloqaga chiqib olasizlar. Hozircha bor mahsulotlarimiz kelyapti.